Toshloqning Hamrak mahallasida yashovchi Xayrullo Akramov bir muddat Janubiy Koreyada muhojirlikda yashagan. Koreyslar boqayotgan zotdor echkilarni ko'rib hayratlangan Xayrullo aka O'zbekistonga qaytgach echkichilik bilan shug'ullanishni diliga tugadi. Mana Xayrullo aka ayni paytda o'z xonadonida xorijdan keltirilgan zotdor echkilarni parvarishlab, aholini qishin-yozin shifobaxsh sut-qatiq bilan ta'minlayapti. Kelganimdan keyin 2010-yildan beri mana shu uyda xo'jalikda echkini ko'paytirib echkichilik bilan shug'ullanyapman. Bizning uyimizda hozir 5 xil bor. Anglo-Nobinskiy bor, rus echki bor, zarin echki bor, alpinskiy 2 xili bor. Keyin takumburskiy degan parodamiz bor. Hozirgi kunda yaxshi mahsuldor echkilarimiz mana shu zotlar. Bu echkilarimiz hamma parodalar har xil beradi. Asosan 2-3 litr beradigan zotlarimiz bor. Ular rus echkilar. Rus echkilarimiz 2-3 litrdan 5 litrgacha beradi. Bizning xo'jaligimizdagi echkilarimiz zotlari rekordchilari 7-8 litrgacha beradi. Yem-hashak, ozuqa muammosi sabab hozirda xo'jalikda mo'ljaldagidan biroz kamroq 25 bosh echki parvarish qilinmoqda. Echkilarimizni hozir kamaytirib turibmiz. Qishki kunidagi ozuqa manbayimiz tugab qolib 50-60 tagacha chiqadi. Hozir 20-25 ta bo'lib turibdi. Echkilarimizni Ispaniyadan kelgani bor. Qo'ylarimiz ham Ispaniyadan keldi. Qolganlari Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelganlarimiz yangi nasllar. Parvarish qilinayotgan echkilarning mahalliy echkilardan farqi borasida to'xtalar ekan, fermer xorijdan keltirilgan zotdor echkilarning sutida yog'lilik darajasi 3-4 barobar yuqori ekanligini qayd etdi. Oddiy echkilarimizni sutidan yog'lilik darajasi 3-4 barobar kuchli. Tarkibini o'rganilganda protein 4,5 gacha boradi. Bu degani nihoyatda suti ham yog'li, shirin bo'ladi. Yog'lilik darajasi nihoyatda kuchli. Shunisi bilan farq qiladi. Xayrullo aka naslli echkilarning har bir boshini $500 dan $1,5 gacha sotib olar ekan. Hozircha Rossiyadan tez-tez kelib turibdi, Qirg'izistondan, shu atrofdan o'tib turibdi. Shularning narxlari $500 dan $1,5 gacha zotlariga qarab kelyapti. O'zbekistonda yo'q zotlar $1,5 gacha qimmat. O'sha turgan joyida shunaqa narxda belgilanadi. Hozirda bu xonadonda 5 xil turdagi echki parvarish qilinyapti. Sog'ib olingan sutning litri 15 mingdan 20 ming so'mgacha sotiladi. Bularning sutlari aholida 15 ming 20 minggacha sotilyapti. Bizning xo'jaligimizda o'sha asosan buni mijozlari kasal bo'lganlar uchun, ko'pchilik kasalligi sababdan kelayotganligi uchun arzonroq qilib beryapmiz. Yozda kunida sutimiz ko'payib ketadi, achib qolmasligi uchun arzon qo'yib yuboramiz. Shunda mol sutini narxida ham sotiladi. Hozircha mahalliy aholi echki go'shti iste'moliga ko'p ham ko'nikmagan. Shu sababli faqat uning suti sotuvga chiqarilmoqda. Biz O'zbekistonda go'shiga uncha odamlarda immunitet o'rganmagan. Buni Yevropalarda men o'zim Koreyada ko'rganman. Supermarketlarga kirsangiz go'sht rastasida albatta echki go'shti ham bo'ladi. Echki go'shtini maqtab iste'mol qilishadi. Stalovoylari bor. Echki go'shti iste'mol qilib iste'molga chiqaradigan oshxonalari bor. Shu oshxonalarida echki go'shti sotiladi. Echki go'shti taomlari ham sotiladi. Albatta, xonaki chorvachilikning yangi sohasi endi ommalashmoqda. Echkining nafaqat suti, go'shti, juni, terisidan ham daromad topish mumkin. Fermer kelgusida bu yo'nalishlarda ham tadbirkorlikni rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.